Feruzaxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xursandman rosa sizni bugun ko'rib. Bugun o'z terapiyada ko'rishgan edik. Ha, biz terapiyada ko'rishgan. Feruzaxon bilan ham darslikda o'qiyaptilar, hamma darsdalar hozir. Hozir bunda ham o'qiyman. Shunda aytdilar, bunda ham o'qiyman dedilar. Уже o'zlarini yaqinlariga ham tavsiya qildilar, chunki travmada ishlashi o'zgarishning natijasini ko'rdilar. Qanaqa bo'ldi sizda o'zgarish? Assalomu alaykum olam. Bir qaysi kameraga qarab gapirishim. Qaysiga qarab gapiramiz bolalar? Bunisiga qarab. Assalomu alaykum olam. Ismim Feruza. Familiyam Rahimova. O'zimni tanishtirib. Ko'pchilik Rahimova deb taniydi meni. O'zgarishlar juda ham zo'r bo'ldi. Tем более qisqa vaqtda. Savol bering, bitta savolga qarab javob beraman. Nima travmangizdan keyin nima o'zgarish bo'ldi? Og'riq bilan tanishish qiyin bo'ldimi? Yo'q, qiyin bo'ldi demayman. Tushunmadim boshida. To'g'risini aytaman. Birinchi o'rinda o'sha travmani aynan ismini, nomini, nimaligini bilib olishimiz kerak ekan. Hozir o'zim siz aytgan tahlil qilayotgan bo'ldim. To'xta, hozir sen xafa bo'ldingmi? Achindingmi? Yoki hali nima dedi? Nima his qilyapsan deydigan bo'ldim. O'sha his qilayotgan narsamni nomini tanib olganimdan keyin buni yechish juda ham oson bo'lib qoldi. Juda ham asabiy ko'p yurardim, ko'p shoshardim. Hali xuddi vaqtga men bormasdim, vaqtni o'zimga tortib olgim kelardi. Oldingizga borgan holatlarim ham esingizda. Hamma joy sindirgan, urgan, baqir-chaqir, yig'i-sig'i. Hattoki bitta narsani aytaman, soat 4da 5da telefon qilib, o'zlari aytsalar, "Jonim og'riyor beni, jonim og'riyor, jonim siqiyor ya, dayanamıyorum" deb telefon qilgan vaqtlarim juda ham ko'p bo'ldi. Ayollarda bu arzimagan narsadan xuddi mana atrofi bomba qilib tashlardimda. Hamma menga qarshi, hamma mana jonimni og'ritishga spesialni tayyorlangan kaskada, faqat meni hamma jonimni og'ritish uchun bu dunyoda yaratilgan degan narsani o'ylab topib olgan ekanman dedim. Men o'sha yerdacha hozir bitta gapingizni esladim. Shu paytda endi bu kursda ham o'qiyotgandingiz, bu yerda ham o'qiyotgandingiz. Feruza, to'xtang, kursda o'qiyapsiz, pulingizni ekonom qilamiz desam, yo'q, meni hozir hech qanaqa pul ko'zimga ko'rinmayapti, jonimni og'rig'i bor deganingizda bir narsani tan oldimki, insonda qalb og'rig'i shunaqa kuchli bo'lar ekan. Hech qanaqa mana boshingiz og'risa tabletka ichasiz, to'xtaydi. Qorningiz og'risa tabletka, tishingiz og'risa ichasiz, lekin qalbni og'rig'ini to'xtatib bo'lmaydi. O'sha paytda любой summa to'lashga tayyor. Men mana shunga bitta qo'shimcha qilib aytaman. Atrofimdagilar psixologga boryapman desam, "Jinnimisan sen?" deyishdi. Mana shu agar siz atrofingizda kimdir sizga "Jinnimisan sen?" deyotgan bo'lsa, ishoningki, u odam o'zi o'shanaqa. To'g'risi. Chunki tushunmadi hali buni mazasini bilmaydi. Mazasini bilmaydi. Keyin men aytdimki, mana to'g'ri shunaqa oson tushuntiraman sizlarga, jaydari tilda. Men o'zi shunaqa insonman. Qiyinlashtirmayman hech narsani, boricha qabul qilaman. Sizlarga shuning uchun tasavvur qiling, siz aytgan boshingiz og'riyapti, tabletka icha olasiz. Oyog'ingiz sinsa, gips qildirib kela olasiz. Yuragingiz og'risa, vrachga borasiz, o'lib qolmay debdi. Qalb og'rig'ida qalb qayerda desangiz mana shu yerda deymanda. Shu kuni sizga ozonda 5da telefon qilgan kunim tashqariga chiqib ketdim. Mana shu yerda ushlab sizga telefon qilib, "Jonim og'riyor, ben qalbim og'riyor" deyapman. Mana shu yeringizga tiqilgan og'rig'i haqiqiy shuni ustasi bilan, haqiqiy shu og'rig'i qalbingizdan ko'tarib qo'yadigan ilohiy shunaqa tinchlik bilan, xotirjamlik bilan ustoz ishlamasa, siz bu og'rig'i kuchaytirib atrofingizga zarar berishni boshlar ekansiz. Men shu og'rig'imni bostira olmasdan hammaga zarar berishni boshladim. O'pdim. Bolamga ham, onamga ham, atrofimda kim bo'lishidan qat'iy nazar teng yoqdim. Yoqdim prям. To'g'risini sizga bomba tashladim hamma joyga. Otib sindiradigan bo'ldim, uzadigan, kesadigan bir yomon vaziyatlarga tushdim. Hatto bu holatda hozir uyimdagilar bilmaydi, dorilar ichdim. Keraksiz allaqaydagi sabablarga. Joningiz og'riyaptimi? Siz joningizni og'rig'ini atrofni yondirish bilan emas, haqiqiy mutaxassis bilan, ustoz bilan davolaganingiz muhim. Travma terapiyadan keyin menga atrofimdagilar aytishdi, 20 yilga o'sding deb. Bu shuni aytdingiz, turmush o'rtog'ingizni sizga bergan eng zo'r tavsiyasi shunaqa bo'ldi. Nima dedilar deb? Oilam uchun juda ham bunaqa mavzuda anaqa yashirin, muqaddas aytishga anaqa qilaman, lekin atrofimdagilar deb aytaman. Atrofimdagilar menga juda ham ko'p bu narsani bugun ham aytishdi. 20 yilga ulg'ayding deyishdi. Birga ishlaydigan hamkasblaringiz ham shunaqa deyishdi. Hatto ular eshitishdi, hatto men tasavvur qilib, biz BTSchimiz, bizga kim? Bizdan ko'p ketadigan. Psixologga boryapsan dedi. Hamma kulyapti simdan deb o'yladim-da. Menga qarab aytibdiki,
necha pulga boryapsiz ha berasizmi desam eshitishni o'rganibsiz beraman o'shaman siz oldinmi man eshitmasdingiz xotirjam bo'lib qolgansiz so'kardingiz urishdingiz umuman o'zgargansiz dedi tasavvur qiling manga umuman yot bo'lgan odam man bilan bir oyda bir ko'rishadi bo'lmasam hech qanaqa o'zgarishni shunchalik da sezdi sizda atrofimdagilar o'zingizda shoshmaslik halovatlik baraka kuningizda paydo bo'ldimi Ha. travmadan keyin energiyangiz ko'payib energiyam yuz bo'ldi hattoki toqqa chiqqanimizni ham sizga aytib berdim videoda O'zbekistonga ko'p yil boshqa davlatda yashaganman. O'zbekistonga borsam qachondir toqqa chiqaman derdim. Endi biz nima deydi, o'ylaganimdan ko'ra oshiqrog'iga erishdim. Ichki xotirjamlik hali ishlarkansiz buni ustida bir marta yoki 2 martada bo'lib qolmas ekan. Lekin ishlaganingiz sari Allohim hali va'dasi borki shukur qilsam shukur qilishga sabablarni ko'paytiraman deb o'zimni nolayotgan joyim ko'pligini his qilishni boshladim. Kontrol qilinglar deganingizda qancha kam nolisangiz shuncha sizdan priliv energiya bo'lib yaxshilik kelayotganini hayotingizda o'zgarish ko'payayotganini oddiy suv ichayotganingizda alhamdulillah shu suv qanaqa energiya Allohim tomog'imdan operatsiya bo'ldim ozgina oldin hattoki og'zimdagi so'lakni yutolmaslik menga Alloh qanchalik bergan ne'matlarini qadrlashga bo'lgan anaqani shukri ko'paytirdida yana hozir bu dars bitta bo'lib aytyapman qizlar oddiy suvni ichishimiz tomog'imizdan o'tishi bu shukur sizga hayotingizda qiyinchilik bormi travma bor hech qachon o'zidan o'zi bir narsa bo'lmaydi hech qachon uni sizga yechib beradigan specialist bo'lish kerak man sizlarni gapingizni eng yaxshi ko'rganim hayot o'rgatadigan bilim mana o'zingiz ham aytdingiz hayot o'rgatadigan bilim pulga olingan bilimdan ancha qimmatroq bo'ladi pul sarflashdan haqiqiy specialistga kelib biz yaxshi bo'lib qolishdan qo'rqamiz Komil opa ishoning biz ishoning shu ekran orqasida o'tirgan ayollar o'zgarib yaxshi ayol bo'lib qolishdan qo'rqishadi qo'rqadi to'g'ri vaziyatni o'zgarishidan chunki baxtsiz qiynalgan bechora ko'proq tanish qiynalganimda nima qilishni bilaman chidashni bilaman kutishni bilaman lekin baxtli bo'lib qolsam nima qilaman pulim ko'p bo'lib ketsa qayerga sarflayman erimdan yaxshi bo'lib ketsam-chi shunaqa qo'rquvlar bo'ladi bolalarimga vaqt ajratolmay qolsam-chi bunday bo'lsam-chi qizlar hamma narsani iloji bor ekan agar siz to'g'ri inson bilan to'g'ri paytda hozir Allohning mehribonligini shu yerda turib kuzatyapman Alloh bekorga meni bu joyga jo'natmabsan o'zimni qaysi ichimda o'zim sok haqida gapirganingizda miyamda prям buf bo'lib ochilib ketdi biz eski soklarimiz ustiga yangi sok quyib yoqimsiz bo'lsa ham ichishga harakat qilar ekanmiz biz achib qolgan sharoitimizda o'tirishni yaxshi ko'rar ekanmiz ko'lankamizda deydimi o'zbekchasiga baxtsiz bo'lib biz onamiz voy bechorasan qiynalgansan achinganidan maza qilamiz mehr ko'ryapman deb o'ylaymiz o'shani bechorasan san bechora desa yoqadi tan olinglar ayollar chatda yozishinglar mumkin sizlarga bechora bo'lish o'zi yoqadi hozir man travmada ishlasam man hayotim zo'r bo'lib ketsa baxtsizlikdan baxtli tarafga o'tib ketib qolsam nima bo'ladi man buni qanaqa boshqaraman degan narsa ayollar qo'rqadi man kelishimdan oldin shu narsadan qo'rqdim hozir man bechora holatim yaxshi-yu dedim urush holatim yaxshi-yu tanishman siz aytdingiz hozir borib urush desam urusha olasan ishlab kel desam ishlab kela olasan lekin baxtli bo'la olmaysan dedingiz mashhur shu yerda o'tirgan 99% ayollarda bor xuddi shunaqa lekin buni tan olish qiyin bo'ldimi boshida qiyin gapim ertasiga qanaqa kelganini bilasiz sindirib oynaligicha sindirib vaqtim yo'q dedilar kechki payt dedi yo'q mana ko'rasiz dedim hatto ketib kelishim qiyin bo'ldi bilasizmi hech qachon kech qolmasdim o'sha kuni hatto kelishim qiyin bo'ldi o'zim oldimga shunaqa maqsad qo'ydim ayollar man sizlarga bitta narsani aytaman maqsadsizlik odamni pulsizlik yoki pul buzmaydi insonni maqsadsizlik buzadi agar siz hayotingizda o'zingizga nisbatan baxtli bo'lishni maqsadini qo'ya olsangizgina o'zgara olasiz sizni maqsadingiz bo'lmasa hech qanaqa sizni ertalabgacha ko'rishsam o'zgarishmaydi to'ppa-to'g'ri maqsad mana amallar niyatga bog'liq bu efirni siz ko'rayotganingizda travmadan chiqib man baxtli ayol bo'laman yaxshi ona bo'laman deb maqsadni to'g'ri qo'ysangiz siz baxtli to'g'ri baxtli boy ayol bo'lishni maqsad qo'ying faqat baxtli bo'lishgina emas
maqsadni ham niyatni ham to'g'ri qo'yish kerak deb o'ylayman. Mhm. Maqsadni to'g'ri qo'ying, unga qarab intiling. To'g'ri, Maqsadni qo'ymasdan videoni ko'rib shunchaki o'tkazib yuborish bilan emas, Mhm. hayotingizga to'g'ri maqsad qo'ying. O'zgarish uchun harakat kerak baribir. Albatta. Shunchaki man bugun mana traumani darsi eshitaman deganingizda обязательно hozir zo'r aytdilar Feruza, maqsadingiz bo'lishi kerak. Man o'zgaraman, man bo'ldi, bu holatdan chiqaman. Keyin yana bitta muhim narsa, siz bolalaringizga qanaqa baxtli bo'lishni ko'rsatib berishingiz kerak. Siz mana ayollar, ayniqsa qiz farzandingiz bo'lsa, qanaqa ayollik baxtligini o'zingiz ko'rsatishingiz kerak. Sevilgan bo'lishingiz kerak. Turmush o'rtog'ingiz bilan chiroyli munosabatda bo'lishingiz kerak. U sizga qarab, voy, erga tegish mazza ekan, turmush o'rtog'i bo'lish zo'r ekan, ayol bo'lish qanaqa chiroyli ekan deyish kerak. Lekin siz o'zini yog'ida qovurilgan, doim hayotdan norozi, xafa holatda bo'lsangiz, qizingizga u narsani bera olmaysiz. Qizingiz turmushga chiqadi, turmushi xuddi poligon deb o'ylaydi. Hozir men kurashgani ketyapman, bu poligonda soldatman. O'sha soldatni tayyorlagandek xizmat qilib kelishim kerak hozir deb keyin o'ylaydi. norozilik, qaynota-qaynatadan xafa, ularni ham yomonlagan. Men mijozlarim bilan shunaqa yaqinda bitta nimam o'quvchim aytdilar, aytganingizdek qaynona-qaynatam rosa yaxshi odam ekan. Men ularni shunchaki bilmabman dedilar. Chunki u singdirilgan narsa bo'lib qoladi. U travmalar sabab biz ulardan ham qo'rqamiz. Qaynona seni hali haydab yuboradi. Aha. Qaynona hali seni bu ish qilishni bilmaganing uchun u qiladi, bu qiladi. Biz Xuddi onalarimiz shunaqa. haqiqatdan ham shu anaqani berib qo'yishar ekan. Keyin siz eng yaxshi ko'rgan gapimni aytaysiz-da. Ayting. Juda ham yaxshi ko'raman shu gapni. Men agar mijozlarim hozir silka tashladim, gruppamga o'tishgan bo'lsa, men shu gapni mijozlarimga ham ko'p aytaman. Tasavvur qiling-da, sizga yozishni o'qituvchingiz o'rgatgan. Tasavvur qiling-da, uy yumushlaringizni onangiz o'rgatgan. Hamma narsani o'rgatishadi, lekin er bilan oilada bo'layotgan, hattoki mana siz mendan so'rardingiz, mana shu narsa kelganda nimani his qilgansan deysiz-a, ko'p savol beradilar. Nimani his qilgansan shuni? Hattoki nima his qilishimizni va his qilayotgan holatimizga qanaqa qilib javob qaytarishimizni bizga onalar Bilmaymiz. o'rgatmas ekan. Munosabat Bilmaymiz. qilishi, farzand tarbiya qilishi bizga hech qayerda o'rgatilmaydi. Maktabda harf, son, yozuv, chizuv o'rgatiladi. Xizmat qilish, idish tovoq yuvish, ovqat tayyorlash o'rgatiladi, lekin er bilan munosabat qilganda farzandni tarbiyasi, ayol bo'lish qanaqaligini hech kim o'rgatmaydi. Uni biza hayot udrab, sudrab, og'riqli bilan o'rgatadi. Shu gap. Hayot o'rgatgan ilmdan ko'ra pul o'rgatgan ancha 7 yil umrimni mana 1 oy bo'ldimi kelayotganimga. 1 oyda mana 10 yilda 10 yil o'rgatmagan ilmni Kamol opam menga 1 oyda o'rgatib qo'ydilar. Men 10 yil umrimni yo'qotibman. Siz ham 10 yil umringizni yo'qotib, behuda sarflab, baribir ham keladigan joyingizga umringizni yo'qotib kelgandan ko'ra hozirgi. Mana ko'pchilik aytishi mumkin-da, misol maqsad kurs deb. Kursni maqsadi nima? Mana sizga savol beraman. Ayollarni baxtli qilishmi? Travmadan chiqarishmi? To'g'rimi? Maqsad oliy-ku. O'sha oilasini ko'pchilik travmadan chiqmagani uchun ajrimlarga sabab bo'lib qoladi. O'ylaydiki, ajrashsam yechim bo'ladi. Bo'ldi, qutuldim muammodan deb o'ylaydi. Aslida ajribda emas-da yechim. Travmani ishlagandan keyin o'sha turmush o'rtog'i bilan boshqa munosabat, boshqa darajada. Men juda ham ko'p eshitaman. Meni erim boshqacha ekan, ruxsat berar ekan, meni tushunar ekan, meni muhabbatda his qilar ekan, qaynonam yaxshi odam ekanlar, akasi meni tushunar ekanlar deyishadi. Travma terapiya bu oilalarni saqlab qoladigan terapiya. Yana bitta narsa, bugun Feruza kelganlarida qaynam chiroyli yorqin ranglarda keldilar. Travma terapiyadan chiqqan ayollarning kiyimini rangi ham o'zgaradi. Hech qachon bordoviy rang o'zimga ruxsat bermasdim. Aytdingiz bu gapni. Bugun ko'k rangda chiroyli kiyimda konsultatsiyaga keluvdilar. Shunda qarasam, aytdim, men birinchi marta kiydim unaqa rangni dedilar. Ya'ni ko'pchilik mijozlarimda bir gal oldingi kursimizda ichimdagi onamning ovozidagi 3 ta mijozimiz bilan keyin yana jonli ko'rishganimizda biz shunaqa klub bo'lib qoldi. Bizda ular bilan uchrashdik, shogirdlikda o'qishda o'tdan chiqib, shunda aytdikki, har doim darslarda qora kiyimda bo'lardilar-da, keyin qarasak rozovoy, chiroyli, yaltiroq. Aytdim, oldin ham bunaqa kiyarmidingiz desam, faqat qizlik paytimda kiygan edim. Keyin qarasam garderobim qora ekan. Nimagadir rozovoy kiygim keldi. Bu travmadan chiqishi belgilari kiyimlarning rangi o'zgarishida ham ko'rinadi. Keyin men yana bitta ma'lumot o'rnatib, faqat sizning gaplaringiz bilan yuradigan bo'lib qolganman mana. Tushunishingiz uchun bitta narsani aytaman qizlar. Sizlar qochib ketishingiz mumkin. Sizlar bu kursni o'qimasligingiz mumkin.
Sizlar bugungi kuni xuddi bo'lmagandek o'tkazib olishinglar mumkin. Bu oddiy siz uchun vebinar bo'lishi mumkin. Bu yerda jaranglayotgan har bitta so'z siz uchun hayotingizda oddiy so'zdek o'tib ketishi mumkin. Lekin mana eng qalbimga tegib ketgan narsa birinchi kelganda bu odam bilan ajrashing. Bu odamdan keting. Lekin o'zingizdan ketolmaysiz. Bu xatoni yana qilasiz degansiz. Men shunda oldimga maqsad qo'yganman. Oila, mana hamma narsa bir joyda tursa, men nima bunaqa vaqtsiz yashashim kerak? Nimaga men bitta xatoni qayta qilaverishim kerak? Nimaga men o'zgarmasligim kerak? Men o'zgarach, dunyo balki o'zgarar degan savolni o'zimga qo'ydim. Mana shu kamerani orqasida turgan har bitta ayol o'ziga savol bersa, bundoq qilganimizda men yo'q. Bitta qo'lingiz обязательно o'zingizga qarab turadi. O'zgarishga siz bitta qadam bosing, sizga qarab 10 ta qadam bosiladi. Atrof joynaqa yomon emas ekan. Men shuni his qilishni boshladim. Atrof ranglardan, yaxshi insonlardan, yaxshi muhitlardan iborat ekan. Atrofi yomon deyotganimizda Alloh o'zingizga savol bering. Balki men yomon ko'ryapman deb o'ylarmiz balki. Bu gap ham to'g'ri. Chunki ko'p Feruzani kuni tili deb o'ylaysiz degan gapingizni eslab qolaman. Chunki ichingizdagi haqiqatni emas, fikrdagi yolg'on tushunchalarni to'g'ri, shu xarakterim shunaqa, bu haqiqat deb o'ylab olgan bo'lamiz. Asl haqiqat ichimizda bo'ladi. Yana bitta yaqindagi mijozimiz nimalar aytdilarki, konsultatsiyadan keyin natija bilan bo'lishyaptilar, bilasizmi deydilar. Oldin men bahori, qishi yomon ko'raman, yomg'irni yomon ko'raman, yomg'irli havoda boshim og'riydi, vuy sovuqdirdim, travma terapiyadan keyin men hamma narsani yaxshi ko'raman. Yomg'ir bo'lsa, vuy muncha mazza, bugun kofe ichadigan havo ekan. Quyosh bo'lsa, voy muncha zo'r kayfiyatim zo'r ekan. Voy qish kelibdi, qor yog'arkan, sovuq paltachalarimni kiyarkanman. Hamma narsadan mazza qilishni boshladim dedi. Bu travmadan chiqqan odam hayoti xos siz aytganingizdek ranglarini ko'rishni boshlaydi. Qorong'ulikdan chiqqan, zulmatdan pardalari ko'tarilgandek yashashni boshlaydi. Nolimayni dedingiz-ku. Kecha stilistim ham kech qoldirma, partiyaga 2 soat kech boramiz. Hammadan keyin og'iz ochilib bo'lgan. Taklifnoma qarasam 17:00 ga 19:00 deb o'yladim. Kech qolganim yomon ko'raman o'zim. Keyin harakat qildim. Demak, shunaqa bo'lish kerak ekan. Shuni ham hammaga yo'qitirdim уже. Keyin bo'lsa ham, "Anida nimadir bo'layotgan ekan." Hamma jon kuydirsa, oldin shunaqa jon kuyib qoldim. Jahlim chiqib, reaksiya qilib hamma narsaga, "Bu bino turish kerak edi. Hozir bu qiyshiq turibdi, bino turish kerak." Hozir shunaqa. Hay, довольно ekan. Demak, shunaqa bo'lish kerak ekan. Halovat bor. Halovat bor. Ishoninglar qizlar, eng kerakli narsa bolalaringga nimani sindirib tashladi. Xayr, reaksiyani aytib beray. Ko'pchilik shuni deb kuldirdim-da. Siz hech qachon bu idishni sindirib qo'yishdan qo'rqmagansiz. Siz onangizni urishidan qo'rqmassiz. To'g'risi shu anaqa narsani ko'p xayolim kelib, bolalarim qaysidir xato qilsa, oldin qilib turardim, hozirda qarab. Demak, shunaqa bo'lish kerak ekan deydigan muqom. Haqiqiy magniy B6 ni hayotingizda zo'r nomlab berdim. Zo'r nomladim. Haqiqiy magniy B6 hayotingizda qidirayotgan bo'lsangiz, manalar turibdilar. Men hozir hamma vaziyatga absolyutno shuna turib, hali sochimni yulib yuboradigan odam. Demak, hayotda shunaqa bo'lish kerak ekan. O'sha deyishavergan. xotirjamligingiz yo'qadimi deyishadi. Yo'qarkanmi shunda? Yo'qarkan. Endi tasavvur qiling, 30 yildagi odam bir kechada. Vat siz anaqa narsa emassizda, cho'da emassiz, sehrgar emassiz. Siz insonsiz, xotirjamlik berasiz. 30 yillik fitratda, 30 yillik xarakter birdaniga o'zgarib qolishini men davay kursga o'qidim. Davay meni tinchlantirib qo'ying deb kutish noto'g'ri. Mana qarz 2 qo'ldan. Bu odam harakat qilmasa, sizga nisbatan fokusini, maqsadini baxtli bo'lishga, xotirjam bo'lishga yo'llantirmasa, siz uni ustidan men yana bitta ustozim gapi bor. Elon Musk bo'lmaysam $100,000 ideya beradigan derdi. Elon Musk bo'lib, agar harakat qilmasang foydasi yo'q degan. Foydasi yo'q bo'ladi derdilar. Elon Musk bo'lib, hozir sen oldinga kelib $100,000 ideya bersa-yu, qilmasa, uni ayb sanda emas derdilar. Hech bo'lmasa o'sha birinchi harakat qaysidir darslikka sotib olish, hech bo'lmasa men o'tkazib parametrim. Travmadan siz o'zingiz chiqa olmaysiz. Bu shunaqa narsaki, chunki u juda ham ichkarida yopilgan holatda uni yo sizga xolisona baho beradigan do'stingiz bo'lishi kerak. Sen o'zingni shunaqa tutasan, sen o'zingni doim bilasan, mana shu gapni har doim takrorlaysan deb doim sizni diagnostika qilib ketish kerak. Nima bo'lsa, yoki bo'lmasa sizga bitta ustoz kerak. Sizni holatingizni ko'rib ayta oladigan. Shu
ikkita odamsiz travmadan o'zi chiqolmaydi. Judayam johil inson bo'lib o'tgan inson sifatida bitta narsani aytaman. Bu narsada albatta hozir masalan oynaga ilaman qizlar, oynakmi, как вы aytdingiz, oynakka sepib yuz yuvish sifatida. Bunaqa odamlar do'stlarini ham eshitmaydi. Eshitmaydi shuni. Yo'q, men eshitmaganman. Menga noto'g'ri qilyapsan degan yo'qdi. Damingni olma zo'rman deganman. Judayam jaydaricha unaqa qilyapman. Unaqa qilishmasdan, chunki insonni qalbida bo'lib o'tadigan narsani yaqqol namoyon qilyapman. Bunaqa insonlarda agar sizga kimdir kelib turib, hozir menda sizda shu xato bor, siz noto'g'ri qilyapsiz hozir buni deb sizga qayta gapirsa, u odam uzoqlashtirishga harakat qilardim. Men to'g'riman? Men zo'rman? Men qiynalganman? Bu yerda anu gap ishlaydi. Siz baxtli Emas, bo'lishni haq bo'lishni tanlaysiz. to'g'ri. Chunki inson ko'pincha baxtli bo'lishdan qo'rqadi va undan ko'ra haq bo'lib qo'ya qoling deydi. To'g'ri mana shu. Ziddiyatlarda, konfliktda, urushganda, nimadadirda siz kerak bo'lsa o'zingizga zarariga ham lish bu haq bo'lish uchun baxtli bo'lishdan orqaga chekinadi odamlar. Do'stdan ko'ra ustoz to'g'ri degan pozitsiyani belgilardim. Chunki johil insonlar, johildan ham ko'ra johil deb o'zimni atab olgam, johil va variantim deyman. Hozir emas. Hozir emas. Hozir aqlliman. Magniy B6 nim oldimda. Qizlar, mana qo'rqmayni baxtli bo'lishdan. Judayam ko'p ayol bilan suhbatlashyapman. Qo'rqadi. Siz buni endi sezishni boshladingiz. O'zingiz travmalarda ishlaganingizdan keyin boshqalarda buni ko'rishni boshladingiz. Kim ko'pchilik tanigani ham qo'rqadi. Masalan, men baxtli bo'lishdan qo'rqaman. Yo'q, nima deyapti bu deyish mumkin. Lekin tahlil, samanalizga tushganda shunaqa qilsa ham bo'lar ekan-ku, nimaga men qilmaganman buni? Chunki bizga bechora bo'lish yoqadi-da. Tanishroq bo'ladi. Nimaga desangiz, chunki onamizani qiynalganini ko'p ko'rganmiz. Bizda Erim ko'rgan yomon. narsani qaytaramiz va kimnidir ayblab qo'yish oson. Meni baxtsizligimda meni hech qanaqa aloqam yo'q. Mana erim o'zgarsa, men baxtli bo'lardim. Yana bitta nima, kutuvda yashash doim. Erim o'zgarsa baxtli bo'laman, pulim ko'paysa, oldin menga ko'p pul bersa, keyin men boy bo'laman. Oldin holatga tushasiz, keyin pul keladi. Oldin siz baxtli bo'lasiz, keyin turmush o'rtog'ingiz sizga muhabbat izhor qiladi. Oldin siz sevilganligingizni his qilasiz. Keyin sizni sevishadi. Oldin farzandlaringiz oldida siz avtoritet bo'lasiz, keyin u sizni quloq soladi. Mana shular hammasi ichkarida oldin o'zimizda bo'ladi. Bitta paradoks aytib beray. Bu ko'p ayollarda bo'lsa kerak. Uyda o'tirgan qiz bo'lganman, men ham oddiy namanganlikman. Ko'pincha mendan so'rashardi, qanaqa bunaqa vaziyatlarni to'g'rilab chetgacha chiqib ketib qoldingiz boshqa. Har uyda o'tirgan paytimda, qiynalgan paytimda psixologlarni ko'rasiz, masalan. Qiynalgan odam, ishoning, mana shu yerda hayotida nimadir travmasi bor, nimadir muammosi bor inson o'tiribdi-da. Energiyangiz zo'r bo'lsa, keyin pul keladi. Paradoks deysiz, desa, qanaqa energiya? Pul yo'q odamda qanaqa energiya bo'lishi mumkin deb o'ylardim-da. Men o'zim ham aytibman, men bilan oynasiman. Hozir ichida rosa ko'pchilik to'g'ri gapiryapti shu qiz deb o'tiribdi. Ishoning, hozir men ko'pchilikni yashab beryapman. Pul yo'q bo'lsa, baxtsiz bo'lsan, ering bilan baxtsiz bo'lsan, qanaqa energiya dedi. Qanaqa rozi bo'lasan? Qanaqa rozi bo'lasan, qanaqa pul kelib qoladi, energiyaga pul kelsa, pul ishlagandan keladi derdim-da. Ishoning, qizlar noto'g'ri ekan. Noto'g'ri ekan. Magniylarimiz haqiqatdan hayotda to'g'ri gapirishar ekan, baxtli bo'lsa, travmamiz bo'lmasa, xotirjam bo'lsa, uxlab tursak ham pul kelar ekan. Shunaqa. O'zimizni yaxshi his qilsak ham pul kelar ekan. Loyiqman degan narsani bilsangiz, o'zingizga baxtli bo'lishga ruxsat bersangiz, pulni o'zi keladi. Paradoks bitta zo'r narsa aytaman. To'g'risini tan olinglar, eringlar yaxshi gapirib qo'ysin-da, qarasizlar. Bu nimaga yaxshi gapiryapti ekan deydi ko'pchilik. Shubhalanadi. Oson baxtli bo'lishdan qo'rqasizlar. Aybi bo'lsa kerak hozir deb o'ylaydi. Shuning uchun sizlarga pul kelmaydi. Menga ham kelmagan, endi kelishib boshladi. Hamma narsa kelishib boshladi. Muhabbat, tan olish, shuncha hozir atrofingizda sizni yaxshi ko'rgan odamlar, sizni tushungan, sodiq odamlaringiz bor hozir. Xursandman Feruza, katta rahmat sizga bugun vaqt ajratib kelganingiz uchun. Hozir bilibman, ranglarimiz ham bir xil bo'libdi bugun. Ani ustoz yaqin tortib ketadi dedi-yu, baribir. Rangimiz ham chiroyli bo'lib, sizni juda ham yaxshi ko'raman Feruza. Baraka toping, boringizga shukur, salomat bo'ling. Hali bundan ham ko'p yutuqlaringizni, muvaffaqiyatingizni ko'ramiz birga. Birgalikdamiz. Sizga katta rahmat, salomat bo'ling. Oxirida bitta narsani aytib o'taman. Shu ekran qarshisida o'tirgan har bitta ayolni maqsadini
yana bir marta aytaman, to'g'rilab olishni xohlardim. Mhm. Ekran orqasida o'tirgan har bitta ayol nimadir ilinjida o'tiribdi-da sizdan. Hayotim yaxshi tarafga o'zgararmikan? Vebinarda o'tirishdan maqsad sizni shunchaki gaplaringizni eshitib qo'yish emas deb o'ylayman. Mhm. Har bitta maqsad baxt orqasida bola bilan bog'liqmi, pul bilan bog'liqmi, baribir ham taggini baxtli bo'lish, xotirjamchilik bo'lish turibdi. Mhm. Agar maqsadingni baxtli bo'lish, xotirjamli hayotda yashash maqsad qo'ygan bo'lsangni, maqsadga yetishish uchun qadam qo'yish kerak. To'ppa-to'g'ri. Harakatsiz hech qachon bo'lmaydi. Maqsadingizga eltib boradigan yo'lni boshidasiz va ustozsiz bu narsaga erishishni aslo iloji yo'q ekan. Hayotda yoshim kichkina bo'lsa ham ko'p narsa ko'rgan inson sifatida ayta olaman. Maqsadingizni boshidasiz. Maqsadingizga baxtingiz tomon birinchi qadamingizni qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizga katta rahmat. Yaxshi ko'raman sizni. Rahmat. Demak, vaqtimiz bo'lib qoldi. Agar siz ham bugun qaror qilgan bo'lsangiz, Feruzaga o'xshab hayotingizda zo'r o'zgarishlarga, natijalarga erishishi, travmadan chiqishi, travmasiz hayotda yashashi, erkinlikni, chuqur nafas olishni, sevgini, muhabbatni, farovon hayotni qanaqaligini ko'rishi, qalbingizda sakinatni his qilishni xohlasangiz, sizni ichimdagi onamning kursida ko'rishguncha kutaman. Menimcha bugun ichimdagi onamning ovozi kursida sizni ko'rishga kutaman. Menimcha bu yerda mana bunaqa nimalar ham bo'lgan ekan. Demak, siz bilan hali yana uchrashamiz degan umiddaman. Efirlarimiz bo'ladi. Travmalar bilan yana ham chuqurroq, yaqinroq ichkaridan tanishamiz va ularga har birini yopib terapiya shaklida sizga yechim berib ketishga tayyorman. Salomat bo'ling. Xayr, ko'rishguncha. Yana bir marta ijodiy jamoamizga bugungi vebinar uchun sizlar bilan birga texnikani sozlab bergan va men uchun assistent, yordamchi shogirdlarim hamma shu yerda, hammaga katta minnatdorchilik bilaman. O'zimni va sizlarni nomingizdan ham, chunki vebinarni tashkillashtirish, studiyani bunaqa chiroyli qilish, hammasida kech-kecha mehnat qilgan meni jamoam, kattakon meni poddershkam. Ularni hammasini alohida yaxshi ko'raman. Har biriga alohida minnatdorchilik bildiraman. Sizlarga ham bugun yana efirga kirib, o'zingizga yechim topganingizdan va o'zingizga vaqt ajratganingizdan minnatdorman. Chunki siz yaxshi yashasangiz, siz qanchalik ko'p ayollar bu hayotda o'zgarishi bo'lsa, shunchaki umrim, faoliyatim, mehnatim bekorga ketmaganida men xursand bo'laman. Hammanglarga katta rahmat, salomat bo'linglar.